2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz. 200 km yurgan, kraskasi top-toza, yangidek. Buni bokovoyni korobkasi qayerda? Bor a? Bo'ldi. Bakovoylarni olib beramiz deyapti. 265 km yurgan, avtomat 4-pozitsiyadagi avtomobilimiz. Xo'p, kraskasi toza deb aytib o'tdim, faqat naqd pulga sotilar ekan. 13400 dan kami bor. 13400 dollar kami bor deb aytib o'tilyapti. Telefon raqami aytib qo'yaylik. Telefon raqami 90 548 85 77 raqamga aloqa chiqasizlar. 2-3 oy varianti bor. 2-3 oy varianti bor, 10 ming puli borga. Tushunarli do'stlar. Eshitdinglar ma'lumotini? Yangi so'ragan do'stlarimizga videoni tashlab qo'yasizlar. 2023 ga 24-yilda ishlab chiqarilgan, xalq tili bilan aytganda to'q ko'k bo'ladi aka. Dark Moon bo'ladi hujjatida. Shunday rangli Cobalt avtomobilimiz. To'rtta yumshoq balonlari bor ekan. Avtomobilimizni kraskasi to'xtaladigan bo'lsak, do'stlar, mana shu yerda kichkinagina, mana shu yerda kraskasi bor ekan, kosmetikaga sepilgan. Qolgan joylari top-toza deb aytib o'tilyapti, do'stlar. Xo'p, avtomobilimiz 4-pozitsiyada, cruise control, boshqa ishlari bor. O'rindiqlarga qimmat chexollar tashlangan, ko'riklari ham bor. Monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan. Laminatsiyalar ham qo'yib qo'yilgan. Mana, tayyor. Do'stlar, mashinamiz Dehqon akamizdan pul zararligidan sotyapman deb aytib o'tyapti. Dark Moon Blue degan rang hujjatida. Avtomobilimiz yonboshdan ko'rinishlari. Pulini nech bilyapsiz aka? Pulini 11,5 ming. 11,5 ming dollar kam bor. Bozor qo'l qismadimi hali aka? Bozor qilmadimi? Qancha qildimi? Sir bo'lmasa. 11 ga bermadingiz. Xo'p, do'stlar, pul zararligidan sotyapman deb aytib o'tyapti Dehqon akamiz. Faqat naqd pulga sotar ekan. Telefon raqami aytaylik. Aytib o'taman do'stlar, telefon raqamini men chalqashib ketdim. 95 lik 014 01 44 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Dehqon akamizning mashinasi. Mashina lekin zo'r istarasi bor mashina ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2023 ga 24-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz. Kraskasi top-toza, to'rtta yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan ekan, do'stlar. O'rindiqlarga ham qimmat chexollar tashab qo'yilgan ekan. Xo'p, rollar qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan, 4-pozitsiyada Malibu barlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Avtomat korobkadagi Cobalt avtomobilimiz. Ko'riklari ham bor. Gazichi aka buni? 4-pokoleniyada italyanskiy propan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan deb aytib o'tilyapti. Puli nech pul? 12500 dollar. Telefon raqami aytaylik aka. 77 lik 209 1790 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Qancha puli borgan, nima qancha vaqtga? 5-6 ming puli borlarga 5-6 oyga qo'yib beriladi deb aytib o'tilyapti, do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan raqamlarga aloqaga chiqinglar. Mashinamiz tayyor ekan ishga. 2019-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 131 ming kilometr yurib o'tibdi. Pozitsiyasi 2 mexanik ekan. Xo'p, benza bakini oldida bir dona detalda petno bor, qolgan joylari top-toza deb aytib o'tilyapti. 9800 dollar deb yozib qo'yibdi. Do'stlar, naqd pul varianti ham belgilab qo'yilgan ekan, variantga ham chiqar ekan. Bir 5000 dollar puli borga 8 oyga variantga chiqadi deb aytilyapti. Avtomobilimiz Buloqboshiniki ekan. Telefon raqamlarini aytib o'taman. 90 lik bilan 548 85 77 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Bir qator salonlarini, balonlarini, holatlarini ko'rsatib qo'yaman. Monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan. O'rindiqlarda chexollar yo'q, ko'riklari bor lekin. Balon holatlari qattiq bo'lsa ham balonlari bor. Texnik holatlarida ishi yo'q deb aytib o'tilyapti. Metan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan. Motor holatdan ko'rinishlari. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin.
2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz. 313 ming kilometr yurib o'tibdi. Kapotida kraskasi bor ekan. Yurib o'tgani 313 ming kilometr deb aytib o'tilyapti do'stlar. Kapotdan boshqa joylar tozami? Balon holatdan ko'rinishlari. Avtomobilimizga monitorlar qo'yib qo'yilgan. O'rindiqlarda chexollari bor, ko'riklari ham bor ekan. To'rtta yumshoq balonlari bor ekan. Pulini nech pul deyapsiz? 7300. D mashinalarga bartiri bor ekan, lekin nasiyasi yo'q. Naqd pulga chiqar ekan do'stlar. To'rtta yumshoq balon diskalar bilan qo'yib qo'ygan ekan. Gazimiz metana. $7300 deb aytib o'tilayotgan Cobalt avtomobilimiz. Telefon raqamlarini aytib o'taman. 99lik bilan 908 0802 raqamlariga aloqa chiqasizlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan rangi oq Cobalt avtomobilimiz. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Pakalena propan gaz balonlari bor ekan. Avtomobilimizda to'rtta yangi holatda yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan ekan do'stlar. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. 4-pozitsiya avtomat. O'rindiqlar chexollar tashlangan, ko'riklari ham bor. 105102 km yuribdi. Yurib o'tgani. Pulini nech pul deyapsizlar? 11900. Do'stlar, bartiri bor ekan, nasiya yo'llari yo'q. Telefon raqamini aytaylik. 99lik 767 0024 raqamlariga aloqa chiqasizlar do'stlar. 4-pozitsiya, to'rtta yumshoq balonlar qo'yilgan, pakaleniya gaz balonlari bor. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz do'stlar. Bitta detallarga petnos bor deb aytib o'tyapti. Qolgan joylari top-toza. Aka, bitta detalli qolgani toza bo'ladimi? Baraka toza bo'ladi. Tozaga Bitta kriloda. To'rtta chek o'tmagan. balonlar qo'yib qo'yilgan ekan yumshoq. Yurib o'tgani 288438 km yurib o'tibdi. Ikkinchi pozitsiya mexanika. O'rindiqlar ichi holat tashlangan, ko'riklari bor. Gaz metana? Metan. Pulini nech pul deyapsiz? Pulini 8200 dan 10 kun beramiz. Generalni ham chiqadi. 8200 genlari bo'laverar ekan. $8200 kami bor deb aytib o'tilyapti. Aytaylik. 90lik 060 060 060 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz do'stlar. Kraskasi toza deyilyaptimi buni? Ha, kraskasi toza. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. To'rtta yumshoq balonlari bor. Deyarli yangi holatda 95396 km yurib qo'yibdi. Avtomobilimiz 4-pozitsiyada, o'rindiqlarda chexollar yo'q, ko'riklari bor ekan. Avtomat korobka. Gazi propanmi? Gazi propan ekan do'stlar. Aytib o'tilayotgandek, kraskasi top-toza. To'rtta deyarli yangi holatda yumshoq balonlari bor. Puli nech pul puli? 11800 dan sho'ramiz. $11800 kam bor. Telefon raqamini aytaylik. 93lik 93lik 842 842 63 63 raqamlarga aloqaga chiqadi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Cobalt avtomobilimiz. Kraskasi aka buni? Ikkita detalli petni qo'ygan joyi toza baraka bo'ladi. 60 let chivinlar yurgan. Xo'p. Tonirovka ruxsati bor. 10 oy tonirovka ruxsati bor. 275.024 km yurgan birinchi pozitsiyadagi Cobalt avtomobilimiz. Chexollarda ko'riklari bor. Chexollariga o'rindiqlarga chexollar tashlab qo'yilgan ekan. Gazchi aka buni? Metanmi? Gazi bor, ha, metani bor. Bunisi 22. Puli nech pul buni? Buni pulini 10300 dan o'tib beramiz. $10300 kam bor. Ha. Xo'p. Keyingisi 22 11,5 mingdan o'tib beramiz toza. 2022-yilda ishlab chiqarilgan $11500 kami bor deb aytib o'tilayotgan Cobalt avtomobilimiz. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. 4-pozitsiya avtomat. 177019 km yurib o'tibdi. O'rindiqlarga chexollar tashlanmagan, ko'riklari bor. Gazi bormi buni? Gazi bor, metan. Metan gaz baloni bor. Telefon raqamini aytaylik arasiga. Ashi 63 64 842 63 64 90 nechilik? 93lik 93lik 842 842 63 64 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar.